الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd, dünyanın her qaysı joylarida muhacirlikda, musafirlikda yaşayotgan, düşmaniga qarshi aniq o'z nafratini bildirish uchun o'zining vaqtidan kechib, bugungi bu qimmatli vaqtlarda Xitoyga qarshi o'zining mujodilasini e'lon qilib, maydonlarga chiqayotgan, bo'libmi bugungi kunda 15 mart bir ovoz, bir qadam harakatiga ergishib, ayollar bo'lsinmi, biz bu zulm qarshi turamiz. Biz zalim Xitoy hokimiyatiga qarshi har zaman bir jangchi shaklida biz bu mücadelemizni davom qilamiz deb bugun maydonlarni to'shqizib, bugungi namoyish faoliyatini qilayotgan bütün qarindoshlarga Allohning rahmati, mag'firati, salomlar bo'lsin aziz qarindoshlarim. Allohning rahmati bilan biz bu 3-chi qitimliq Avzid alayhi va rattilil Qur'ana tartila, Qur'onni dana güzel o'qigan oyatininki mahsuli bo'lgan qiroat bog'chisi programmamizning 3-chi qismida qarindoshlar bilan yuz ko'rishdik. Allohning rahmati shuki, bu 3-chi qitimliq programmamiz naq bizningki bu bir ovoz, bir qadam harakatininki boshlangan kunisi bugun oqshomga to'g'ri kelgan bo'ldi. Demakki bizning xalqimizning, bizning qarindoshlarimizninki bugungi bu programmamizda nasibisi var ve bu programma orqali, bu suhbat orqali bugun Allohningki en güzel tilavetleri ilib berildi. Çünkü ikkiramdagi qarindoshlarimiz bizningki mashhur tilovatchilarimizdan Muhammed Salih ve İbrahim Qarajimlar bilan birlikte bugün biz Allah'ın en güzel bir vehiylerini qarindoshlarga güzel tilavetler bilan sunumuz. En muhimi bugün dünyanın her qaysı joylarida, Avustraliyada, Amerikada, Yaponiyada, Avrupa içindeki bütün devletlerde, Türkiye'de qo'lidan kelgan imkoniyat bo'yicha maydonga chiqib, o'zininki ovozini, o'zininki Xitoyga bo'lgan qarshiligini ifodalagan mushu ayol hamshiralarimiz, ayol qarindoshlarimizga mukofot shaklida, hadiya shaklida bugun biz duo takbir ve Kur'an tilavet sohbet orqali bu namoyishga chiqqan qarindoshlarımızga bugün biz o'zimizningki hediyesini, o'zimizning duasını tanlaymiz. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala bugün bizningki bu sohbetimizni, bu faaliyetimizni güzel qilib bersin. Yine hem etgandan beri bütün devletlerde Xitoyga qarshi qizg'in namoyish harakati ilib berilib, hakikaten Xitoyni çüçüttük desek buludu. Çünkü meydallar hakikaten toldu. Chet eldeki muhacir qarindoshlar bo'libmi, ayol hemşireler umum yüzlük bütünley uyg'ondi desek buludu inşallah. Bugün uyg'onmaganlar hem Allah'ınki cazasıga uçqab qoldiganligini bildi hem shuning uchun hammaylar birlikte uyg'ondik. Bugün bularninki meydonga chiqqanligi, bu ayol hemşirelerimizninki maydonlarni to'shqizib, yo'llarni to'shqizib, Xitoyga qarshi o'zininki shuarini to'lg'anligi tufayli biz bugun bu qarindoshlarimizga duo qilamiz. Bu qarindoshlarimizning haqqida Qur'on o'qiymiz. Bu qarindoshlarimizninki urug' tuqqanlari bilan tezroq ko'rishish uchun vatanimiz Sharq Turkistonda zulm chekayotgan ashu xalqimizninki baldurroq bu zulmdan qutulish uchun Alloh yelinib kunduzi namoyish, oqshimi duo takbir, kechasi tahajjudlar bilan ve Allah'ın veyisi bo'lgan Qur'onni tilavet qilishlar bilan biz manevi tarafdan hem, cismani tarafdan hem bütün sebebiyetini o'rindaymiz. G'alba, nusrat Allah'ın qo'lida. Allah subhanahu wa ta'ala xolisa bizning oldimizda hozir bugun bütün dünya qo'rqayotgan shu Xitoy jallatlarini birdamning ichida, sekundning ichida vayron qilib berdi. Biz uchun, bizning dunyoligimiz uchun, bizning oxiratligimiz uchun, shu zulm chekayotgan Sharq Turkiston xalqininki o zulümden qutuluş için Allah subhanahu wa ta'ala in tansurullah yansurkum ayetini bizge icra qilib berdi. Yani o va'dasiga amal qildi. Allah'ın diniga yardım bersanlar, Allah sizlarga yardım beradi dedi.
Allah'ın diniga biz namayişimiz bilen, kalemimiz bilen, Kur'an'ımız bilen, Kur'an'ımız bilen her taraftan Allah'ın diniga yardım berişimiz ve Allah'a duaga kolumuzni ko'taramiz. Allah subhanahu va taala yansurkum javobini bizga tanglaydi. Biz sizlarga yordam beramiz deydi inshaalloh. Qachonki jismoniyatimiz bilan ma'naviyatimiz birlashgan, tilimiz bilan qalbimiz birlashgan kunisi Allah subhanahu va taala velillahil azzatu ve li rasulihi ve lil mu'minin ayetini icra amalga oshirib berdi. İzzet, hurmat, g'alaba bizga mansub bo'ladi inshaalloh. Xitoy zolimlarining oldida cho'qim biz g'alaba qilamiz. Bugungi faoliyatimiz qarindoshlar bizningki eng güzel Kur'an tilavetlari bilan bugun Kur'anning huzurini xalqimizga sunayotgan ara sıra bu Facebook sahifelerinde, YouTube'larda o'zining güzel ovozlari bilan Uyg'ur xalqiga to'nlayotgan qarindishimizdan ikki qarindishimiz bilan birlikda ekranga chiqdik. Birozdan keyin bugun namoyish qatnashgan butun qarindoshlarga va ularningki urug' tuqqanlarimizga va urug' tuqqanlarga duo qilamiz. Duo qilishning oldida biz bu faoliyatimizni Kur'an tilovati bilan boshlaymiz. Qur'onni bizningki muhtaram qarindishimiz İbrahim Qari hojim bizga oldi bilan güzel ovoz bilan bizga bir Kur'an tilovat qilib turdi. Undan keyin biz faoliyatimizning oyog'ini davomlashtiramiz. Assalomu alaykum İbrahim Qari hojim. İkramimizga hoş keldilar. Allah razı olsun. Bugünkü günde bizning qarilarimizni bugun Kur'anlarimizni, yani Kur'an'ın içine hepsi kıygan qarindoshlarimizni ikramga epkenmek bu biz için şeref. Bu biz için nayet güzel bir ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala bizning qilayotgan ishlarimizni, o'qiyotgan Qur'onimizni ko'rib turdi. Qilayotgan namoyishimizni ko'rib turdi. Biz her tarafdan, her yoqdan bu ibadetlerimiz bilan birleştirip cihatlarimizni, yani mücadelelerimizni davom qildigan bo'lsak, inshaalloh pat yaqinda Allah bizga bu qalbining ishqini ichib berdi deb tushunaman. Shunga sizga men so'zni bersam, bir Qur'on tilovat bilan bu bizning programmamizni boshlab bergan bo'lsam. Xo'sh. Alaykum assalom. Allohning o'zidan rozi bo'lsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
كذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Allah subhanahu ve taala kardeşimiz İbrahim hacimninki avazı detbemsin. Her zaman Kur'an'ı texmi güzel, texmi huzurluk okuyduğun hafızlarının katarından kılıversin. Bizim özünün güzel avazı bilen, güzel tilavet bilen bizni huzurlandırdı inşallah. Hazır kardeşimiz Muhammed Salih'ni bir dua kıpyasun deyme. Duanı kıp boğandan keyin yani bütün bugünkü namayışga çıkan qarindoshlarimiz uchun men bir Uyg'urcha duo qilaman. Undan keyin biz yana bu Qur'on ziyofatini davom qilamiz aziz qarindoshlar. Duo qilishdan burun bir narsani deb qo'ysam, bugun bizning nima sabab bo'ldi ekan bu programmamizni ko'rish nisbati biroz tuvan. Herhalde qarindoshlarimiz ham bahslash ko'nikmasini bosmagan bo'lishi mumkin. Hem texnikalik bir ostilik bor turda. Bunun için qarindoshlarningki bu Qur'on ovozini texmi ko'p qarindoshlarningki anglishiga sabab bo'lish uchun ham bahslash ko'nikmasini besishini umid qilaman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Qani Muhammad Salih qarajim o'zlari bizga bir duo qilib bersin inshaalloh. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم
وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ووفق المسلمين إلى ما تحب وترضى ووفق المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey Allah, günahlarımızı mağfiret kılıversin Allah, dualarımızı icabet kılsın Allah. Ey Allah, bugün meydanlarda Xitayga karşı özününki vicdanını, özünün imanını bütün din düşmanlarına, Xitay tacavuzçılarına, Xitay jallatlarına kösetken bizden aciz sığınlarımızın günahını mağfiret kılıversin Allah. Bugün özünün cesareti bilen meydanlarını toşqazgan hemşehrilerimizin dualarına icabet kılsın Allah, onların günahını mağfiret kılıversin Allah. Bugün özünün imanı bilen meydanlara çıkıp korkmasın bütün dünya korkup titrevatkan Xitay komünist kapırlarının aldıda korkmasın özününki zulümge karşı şuarlarını to'lagan bütün hemşehrilerimizin günahını mağfiret kılıversin Allah. Ularning ailesini salomat qilsin Allah. Tenini sağlam qilib bersin Allah. Ailelerini xotirjam qilib bersin Allah. Urug' tuqqanlarini pat fursatda o Xitay zalimlarining zulmidan qutulib chiqishga nasib qilsin Allah. Ey Allah, bizning acı hemşehrilerimiz, singillarimiz, analarimizningki günahını mağfiret kılıversin Allah. Ularni to'g'ri yo'lning ustidan nazar etmesin Allah. Ularni bir niyat, bir maqsadda bu jang sibida, bu mujodilada birlikda mangadigan hemşehrilarningki, Ayşe'lerninki, Fatime'lerning qatoridan qilib bersin Allah. Ey Allah, bizning qalbimizdagi iymonlarimizni mustahkam qilib bersin Allah. Bugungi kunda o'zining vaqtini chiqarib, iqtizodini chiqarib, maydonlarda Xitoy zolimlariga qarshi o'zining iymonini oshkorlagan qarindoshlarimizga rahmat, mag'firat, tavfiq ato qilsin Allah. Ey Allah, ularning qadamlarini mustahkam qilib bersin Allah. Qadamlarimizni teyildirib etmesin Allah. Ey Allah, bizni keyniga dajitib etmesin Allah. Her zaman aldığımız qarab mağdığan, her zaman Xitay kapırlarının üstüdün g'alaba qiygucha bu mücadeleni bir minut, bir sekund to'xtatib qo'ymaydigan haqiqiy muvahhid onalarning, mujahide hemşerilerinin qatoridan qilsin Allah. Ey Allah, erkeklerimizni jasoratlik, ayollarimizni axloqliq, haqiqiy sharm hayoliq, haqiqiy iymonliq mu'min muvahidalarning qatoridan qilib bersin Allah. Ey Allah, bizning Sharqiy Turkistonda duaga qo'l ko'tarishdan mani bo'layotgan, namoz o'qishdan mani bo'layotgan,
o'zininki hijobini taqashdan mani bo'layotgan shu mazlum xalqimizningki duosini ijobat qilib bersizlar, ularning beshidagi mushkulotlarini ko'tarib bersizlar, ularning ustidagi bu qulluq, bu Xitoy zulmini ko'tarib bersizlar, ularni pat fursatda bizning qo'llarimiz orqali ozod bo'lishga, vatanimizning mustaqil bo'lishiga o'zlari nasib qilsin Alloh. Ey Alloh, biz ma'naviy tarafdan ibodatlarni qo'limizdan kelishicha qilyapmiz ey Alloh. Namozlarimizni ado qilyapmiz ey Alloh. Qur'onlarni tilovat qilyapmiz ey Alloh. Har zaman qo'l ko'tarib duo qilyapmiz ey Alloh. Jismoniy tarafdan namoyish qilyapmiz ey Alloh. Ey Alloh, qalam tayyorlayapmiz ey Alloh. Maktab ichyapmiz ey Alloh. Madrasalarda bolalarimizni o'qityapmiz ey Alloh. Qo'limizdan kelgan imkoniyatni ishlatyapmiz ey Alloh. Ammo qo'limizdan kelmaydiganini bizning ustimizga yuklamizlar, biz uni qilolmadik ey Alloh. Buningdan keyin qo'limizdan keladigan imkoniyatimizni ko'paytirib bersin ey Alloh. Bizga Qur'on ato qilsin ey Alloh va Qur'onning ichidagi oyatga amal qiladigan yurak, iymon ato qilsin ey Alloh. U oyatlar orqali qo'liq qurol ilib Xitoy zolimlariga atalaydigan haqiqiy mujohidlarni ko'plab bizga chiqarib bersin ey Alloh. Ey Alloh, bizni ig'izida gap qilib qo'yib, amaliyotida yo'q insonlarning qatoridan qilmasin ey Alloh. Bizni tili, dili bir bo'lgan haqiqiy mu'min, muvahhid, mujohid, muhojirlarning qatoridan qilib bersin ey Alloh. Ayni zamanda muhojirlar vatandan ayrilib, vatanining ozodligi uchun Makkaning fathisi uchun necha 10 yil mujodala qilgan edi. Bizni shu muhojirlarning qatoridan qilsin ey Alloh. Ansarlarning qatoridan qilsin ey Alloh. Bir-birimizni so'ydigan, bir-birimizni yaxshi ko'rdigan, hamshirlarimizni, ahli ayollarimizni qo'g'daydigan haqiqiy mujohidlarning qatoridan qilib bersin ey Alloh. Ey Alloh, bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoy zolimlariga qarshi, Xitoy kommunistlariga qarshi, Xitoy kofirlariga qarshi bir to'qmoq bo'lib, ularga qarshi har zaman hujumda bo'ladigan, har zaman maydonlarda bo'ladigan, har zaman, har minut hayotini bu zulmga qarshi kurashga ataydigan haqiqiy mu'minlarning qatoridan bizlarni qilib bersin ey Alloh. Ey Alloh, bizning duolarimizni ijobat qilib bersinki, biz bugun bu yerda Qur'on tilovat qilyapmiz, o'zlarining so'zini tilovat qilyapmiz, o'zlarining so'zlarini anglayapmiz. Bugun kunduzda namoyishga chiqdik, oqshimi Qur'on tilovat qilyapmiz. Balki bugun kecha ko'plagan qarindoshlarimizning tahajjudlarini o'zlariga noil bo'ladi. Albatta bizning qo'limizdan kelgan imkoniyatli bu. Bizni xijil qilmaslar, bizning qo'llarimizni qo'l qayturmaslar, bizning qadamlarimizni tiyildirib etmaslar, bizning keyniga dojitib etmaslar. Bizni har zaman bu yo'lda, bu haq yo'lda mustahkam qilslar. Bu yo'lda mengishga, bu yo'lda jinini, melini, hayotini fido qilishga bizlarni nasib qilsin ey Alloh. Ey Alloh, bizning oxirgi bir tomchi qinimiz qog'icha bu jang maydonlaridan bizni ayirmasin ey Alloh. Bir tomchi qinimiz qog'icha bu Xitoyga qarshi kurashdan bizni ayirmasin ey Alloh. Ey Alloh, bugun namoyishga chiqib qo'yib, bugun oldiga minib qo'yib, bugun hayajon bilan to'lab qo'yib, atisi inib oldiganlarning qatoridan qilmasin ey Alloh. Bu yo'lga chiqdik, bu yo'lda tavranmay mangadigan, qiyomatgacha, o'lib ketgicha, vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lguncha, xalqimiz Sharq Turkiston xalqi hurlikka erishguncha, haqiqiy o'zining diniy, milliy huquqini qo'lga olguncha bu yo'lda qat'iy davom qiladigan muvahhidlarning, muhojirlarning qatoridan qilsin ey Alloh. Ey Alloh, bizni ozdirib etmaslar. Bizni to'g'ri yo'lning ustida mustahkam qilib bersizlar. Bizning liderlarimizni, bizning ustozlarimizni, bizning yo'lboshchilarimizni isloh qilib bersizlar. Bizni teyildirib etmaslar. Bizni hamkorlik asosi qurilgan ittifoqlikning asosiga mustahkam qilsizlar. Ya ayyuhallazina amanu va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu oyatiga amal qiladigan, birlikda, bir niyatda, bir maqsadda kurash qiladigan bizning dushmanimiz Xitoy, kitobimiz Qur'on, millatimiz Uyg'ur, yo'limiz islom deb mangadigan, bu yo'ldan qat'iy tavranmay mangadigan haqiqiy erkaklarning, haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin ey Alloh. Bugun shaxsan o'zining hayotini, o'zining vaqtini, o'ziningki iqtisodini chiqarib, shu uzoqlardan kelib maydonlarni to'ldirib, Xitoyga qarshi hayqirgan, Xitoyga qarshi shuarini to'ldigan, Xitoyga qarshi o'zining maydonini ifodalagan, Xitoy zolimlarga qarshi ey zolim zulmini to'xtat, ey zolim o'ltirishni to'xtat, ey zolim bizning ustimiz qilayotgan nahaq ishlaringni to'xtat deb Xitoy kommunistlariga qarshi to'lgan shu hamshirlarimizning iymonini taqim mustahkam qilib bersin ey Alloh. Shu hamshirlarimizni dunyo va oxiratda aziz qilsin ey Alloh. Ey Alloh, ularni oxiratda bugun chiqqan namoyishi uchun, balki tunugun chiqqanligi uchun, balki buningdan keyin chiqmoqchi bo'lib qalbida niyat qilganligi uchun bizga qiyomatda buning ajrini to'liq hisobsiz bersin ey Alloh. Ey Alloh, biz mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin,
qo'limizdan kelgan imkoniyat bilan biz bu kurashni qilmoqchimiz ey Alloh. Agar bizga qo'l bersa qo'limiz bilan Xitoyga qarshi turamiz ey Alloh. Agar bizga til bersa tilimiz bilan qarshi turamiz ey Alloh. Agar bizga mustahkam iymon bersa qalbimiz bilan qarshi turamiz ey Alloh. Agar bizga qurol bersa biz Xitoy zolimlariga qarshi buni etishga har zaman tayyormiz ey Alloh. Uning uchun bizga bersa ey Alloh. Ey Alloh bizga bersa ey Alloh. Bizga qalbi nusrat bersa ey Alloh. Bizga kuchli qahramonlarni, kuchli erkaklarni chiqarib bersa ey Alloh. Bizning oqimizda tug'an shu hamshirlarimizning qalbini mustahkam qilib bersa ey Alloh. Shu hamshirlarimizni, shu erkaklarni qo'g'daydigan, erkaklarga itoat qiladigan haqiqiy ahli ayollardan qilib bersa ey Alloh. Farzandlarimizni bizning izimizni besib menib Xitoy zolimlariga qarshi bu kurashning tayanch unsurlari, tayanch yordamchilari qilib bersa ey Alloh. Ey Alloh, bizning duolarimiz intayin ko'p. İnşallah yana o'zlariga davomli qo'l ko'taramiz. Bizning duolarimizni ijobat qilsa, bugun bu faoliyatga qatnashgan, bugun bu bir ovoz bir qadam harakatida Xitoyga qarshi o'zining iymonini ifodalagan bütün qarindoshlarimizningki gunohini mag'firat qilsa, oilasini salomat qilsa, bütün urug' tuqqanlarini salomat qilsa, inshaalloh bizga duolarimizning ijobat bo'lishi bilan mukofot bersin Alloh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم aziz qarindoshlar. Gündüzleri namoyish qilyapmiz, akşamları dua qilyapmiz, kechaları tahajjudlarimiz bilan agar Allohni ta'sirlantira olsak, Allohning rizoligiga erisha olsak, Allohni xush qila olsak, bizga qalbining kelishi muqarrar, qalbining kelishi muhaqqaq, qalbining kelishi bizga wala tahinu wala tahsanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin oyatininki haqiqati bo'lib bizga qaytadi. G'am qilmanglar, üzülmanglar, umidsiz bo'lmanglar, umidsizlanmanglar. Agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar ustunlik qozonsizlar, sizlar g'alaba qilasizlar. Xitoy zolimlardan qutulasizlar. Sizlarni bo'zaq qilayotgan zolimlardan qutulasizlar. Sizlarni haqsiz o'ltirayotganlardan qutulasizlar. Sizlarni haqsiz tajovuz qilib ziminlarga besib olganlardan qutulasizlar. Va antumul a'laun, ustun bo'lasizlar. Erkakdek yashaysizlar, hur yashaysizlar, mustaqil yashaysizlar. Yurkinglar jasoratlik, beshinglar ustun, egilib qolmay haqiqiy insondek yashaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo bizdan umidsizlanmasligimizni talab qilyapti. Bizdan qo'rqmasligimizni talab qilyapti. Bizdan qayg'urmasligimizni talab qilyapti. Albatta qayg'uryapmiz, albatta g'am qilyapmiz. Deyapmizki bugun Xitoy naqadar zolimki, millionlarcha odamni bugun yolg'on yavodoq so'zlar bilan yig'ilish o'rni degan shu ochiq turmalarga, yepiq turmalarga kirib, solab bizni yo'qotib o'tish, osmonlar qilish, zamindan yo'qotib o'tish uchun bizga bu harakatlarni qo'llanayotdi deb biz uzilyapmiz, g'am qilyapmiz, umidsizlanayotgan vaqtlarimiz bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo deydiki: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Umidsiz bo'lmanglar, g'am qilmanglar. Sizlar g'alaba qozonaysizlar, ustunlik qozonaysizlar. Nima qilsanglar, bu yerda shart nima? In kuntum mu'minin. Kunduzi namoyishga chiqsanglar, kechasi tahajjudga qo'psanglar, har zaman qo'llaringlar duoda bo'lsa, Qur'onni tilovat qilsanglar, islomga yordam bersanglar, pullaringlarni madrasalarga, maktablarga, ma'arifga, akademiyaga qaylasanglar, tashkilotlaringlarni qo'llasanglar, birlik, barobarlik ishida hamkorlashsanglar, nima bo'lasizlar? Mu'min bo'lasizlar degan gap. Mu'minlik Allohning diniga chin mustahkam isilish bilan bo'ladi. Allohga shaksiz, shubhasiz ishonish bilan bo'ladi. Allohningki buyrug'iga itoat qilish bilan bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa oyatiga amal qilish bilan bo'ladi. Islomning butun taklifatlariga amal qilinglar. Birini qo'yib birga emas. Ma'lum shariat takliflarini qo'yib yana birga islolish bilan emas. Hammasiga umumyuzlik kirish bilan amal qilinglar degan oyatiga, oyatini hayotimizga tatbiqlash bilan mu'min bo'la olamiz.
Müminlik Allah buyurgan 636 oyatni umumyuzlik qilishga intilgan, qo'lidan kelgan imkoniyatni ishga solgan, ittaqulloha fattaqulloha mastata'tum oyatining ma'nosini tushungan, qo'lingdan kelishicha qilgin, pulingni qo'lingdan kelishicha xarjlagin, qo'lingdan kelishicha bu xizmatlarga otlangin, qalbingni tavratgin, bolalaringni o'qitgin, hayotingni bu yo'lga sarf qilgin. Kunda 1 soat vaqtingni Qur'onga, hadisga, ibodatga sarf qilgin. Kitoblarni qo'lingdan tushirmagin. Har vaqt Allohning Iqro bismi robbikallazi oyatiga amal qilgin degan so'ziga amal qilish bilan u inson mu'min bo'ladi. Buning uchun biz qarindoshlar buningdan keyin chet eldagi mavjudiyatimizni saqlab qolish uchun Xitoy zolimlariga qarshi umumyuzlik bu yo'ldan taymay mengishimiz uchun kunduzlari bu mujodilada har zaman har yerda hozir bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Akşamlar dualar bilan, tilovatlar bilan, Qur'onlar bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Kechaları tahajjudlar bilan inshaalloh bundan keyingi programmalarda buni albatta o'rinlashtiramiz inshaalloh. Men so'zimning oxirini birozdan keyin yana davom qilaman. Hozir qarindishimizni yana bir qatam Qur'on tilovat qilib berishga taklif qilaman. Muhammad Solih qarindishimiz bizga bir Qur'on tilovat qilib bersa, bir qancha minut undan keyin yana boshqa faoliyatlarimizni davom qilamiz aziz qarindoshlar. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين.
الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. السلام على عليكم. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah razı olsun Muhammed Salih kardeşimizden. Allah rahmet kılsın. Allah bu güzel avazını etmemişsin. İnşallah Kur'an bilen kelgen bu hayatını kıyametkiçe, ölüp ketkiçe Kur'an bilen ketişke nasip kılsın inşallah. Bugünkü bu faaliyetimizden 3. kısmı aziz dostlar, Kur'an bilen eşir neşir buluş, Kur'an bilen dost oluş, Kur'an bilen hayatımızı birleştiriş, Kur'an'la hayatımızı tedbiklaş, Kur'an tilavetleri bilen Kur'an'ın senetini halkımızga bildiriş ve Kur'an bilen huzurlanış, Kur'an bilen rahatlanish, Kur'an bilen kalbimizni to'shqizish bilan bugünkü çıkış yolumuzni tepish. Çünkü Kur'an bizge manevi tarafdan ham yo'l ko'rsatdi, siyosiy tarafdan ham yo'l ko'rsatdi, ijtimoiy hayotimizni bizga belgilab berdi. Kur'an hayot,
Kur'an kainat, Kur'an insan, Kur'an terakkiyat, Kur'an bilim, Kur'an ilim, Kur'an bir deniz, Kur'an huzur, san'at, xat, adabiyat, her narsa Kur'an. El-yevme ekmeltu lekum dinukum ve atmemtu aleykum raditu lekum billahi İslam'e dina. Raditu lekum İslam'e dina ayetleri bilen Kur'an mükemmel boğan hayatını bizge sungan bir vahiy, bir kitap. İnşallah Kur'an bilen tanışmagan bir millet, Kur'an'ı koludan düşürüp koygan bir millet, Kur'an'ı düşenmegen bir milletninki Allah'ninki rahmetinden, Allah'ninki kalbisinden ümit kütüşü bu Allah'ninki Kur'an'daki ayetiga to'g'ri kelmagan bo'ladi. Onun uchun buningdan keyin davomli biz bu Kur'an ziyofatlarini, Kur'an o'qishimizni davom qilamiz. Bizningki ko'rurmanlarimizdan bir qancha qarindishimiz Kur'an o'qishni taklif qildik. Aynı zamanda o qarindoshlarimiz bu programmadan nasibasini olsa, Kur'an o'qishdan iborat bu ibodat bilan o qarindoshlarimiz Allah'ın aldığında bir nasibasini olsa deb o'ylaymiz. So'ng bizniki hozir Yakup qarindishimiz Kur'an o'qib berdi inşallah. Bu qarindishimizningki ovozini anglaymiz. Bu qarindishimiz Kur'anni o'qib bo'lgandan keyin yana bir qarindishimizning ovozini anglaymiz. Bugun nihoyatda jiddiy bir Kur'an ziyofati bilan bu faoliyatimizni davom qilamiz. Yakup qarindishim, assalomu alaykum. Siz bizga o'zingizning go'zal ovoz bilan bir tilovat qilib bersangiz, bizning ko'rurmanlarimiz, bizning bu faoliyatga qatnashuvchi qarindoshlarimiz bu Qur'onninki tilovatidan o'zir olgan bo'lsin. Marhamat. Selamun Aleyküm. Avazları anlamatı okuyuversin. Okuyuversin.
نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın aziz kardeşim. Qarindoshlarimiz vatanninki o'qish qoidasi bo'yicha bir o'qib beray deb talab qilgan qarindoshlar bor ekan. Shu bu qarindoshimizningki ovoz biroz hozir yaxshi chiqmadi. Mikrofon ishlatgan bo'lishi mumkin. Ammo nihoyat yaxshi o'qib berdi. Alloh rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Ilgirlagan zamonda yana bir ikki qarindoshimiz bor. O qarindoshlarimizni tilovat qilib turdi. Undan keyin biz yana bir duo bilan biz nimamizni bugungi bu Qur'on ziyofatini tugatgan bo'lamiz. Her zaman bu ziyafet arlıqıda inşallah bugün bu namoyish qatnashgan bugün bu meydanlarda o'zininki kuchini ko'rsatgan ayol hemşerilerimizga her zaman dua qilib turamiz inşallah. Biz hozir uchaylan qarindoshlar bilan birlikda bir tilovat qilib bersak deb o'ylayman qarindoshlarimizga. Sura Hijrdan bir qancha oyat o'qib bersak, undan keyin qolgan qarindoshlarning Qur'on ovozini anglagandan keyin biz faoliyatimizni oyoqlashtirsak deb o'ylayman. Men boshlab bersam, undan keyin qarindoshlar bilan bir oyat tilovat qilgan bo'lsak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
والذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun kıymetdaşlarımızdan. Allah rahmet kılsın. Allah'ın sözlerini, Allah'ın veyisini tilavet kılış bilen kalbimiz huzur tapudu. Bunun ile mutmain bolumuz. Kur'an bizden dostumuz her zaman, her yerde, her ikranda oltuğan, kopkan, yatkan yerimizde bizden zikrimiz buludu. İnşallah Allah subhanahu ve teala Kur'an'ımızı bizden ayırmasın. Kanunumuzu bizden ayırmasın. Bu Kur'an işqida kuydigan, Kur'an bilan do'st bo'ladigan, Qur'onni yaxshi ko'radigan haqiqiy mu'min muvahhidlarning qatoridan qilib o'tsin. Aziz do'stlar, aziz qarindoshlar, bugun bu 3-chi qitimliq Qur'on ziyofati qiroat bog'chisi programmasi bu oyoqlash oldi turibdi. Birazdan oldida bir qancha qarindoshlarimizni Qur'onni o'qib berishga tayyor qilib qo'ygan edik. İnşallah bu qarindoshlarimiz hazır bo'lsa, ular o'qib bersa, bo'lmasa biz asta bu programmamizni davom oyoqlashtirsak bo'ladi. İbrahim Qarajim qarindoshim bizga bir eğer imkoniyat bo'lsa, bir nashid o'qib bersa taxmin güzel bo'ladi, ilohi. Eğer bunun qanday qaraylar? Bo'ladi, Allah razı olsun. Bir nashid o'qiylik, ondan keyin bir qisqa duo bilan programmamizni oyoqlashtiraylik inshaalloh. Chunki yana ikki qarindoshimiz borda Qur'on o'qib beradigan, bu qarindoshlarimizni texnik jihatdan bu yak o'lmayolmay qoldik. Inshaalloh yana bir qatimliq programmada bu qarindoshlar bilan suratli shaklda Qur'onni anglashga Alloh nasib qiladi inshaalloh. Bo'ladi, marhamat. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فبعد واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير رسله يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لينائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب
Maşallah, Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın. Evet, güzel bir ilahini, neşitini anlayan bulduk. İnşallah kelgan zamanlarda biz halkımız için, kırındaşlarımız için takım güzel ilahilerini, neşitlerini tayarlap çıkıp inşallah naq meydanda kırındaşlara sunumuz. İnşallah kırındaşlar to'g'ri tushuninglar, Qur'onga yaqin bo'linglar, Qur'on bilan do'st bo'linglar. Bizning programmalarimizga har zaman do'st bo'linglar siz do'stlarim. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Programmaning oxirida bizning yana bir qarindishimiz men bir ozroq Qur'on tilovat qilib bergan bo'lsam, deydi. Bu qarindishimizningki Qur'on tilovatini anglab o'tgandan keyin biz qisqa bir duo qilib programmamizni oyoqlashtiramiz. İnşallah biz bu qarindishimizning ovozini anglab boqaylik. Chunki Qur'onni butun qarindoshlarimizning og'zidan anglash, Qur'onni har zaman bizning do'stimiz qilish inshaalloh. Va alaykum assalom aziz qarindishim, sizning bu go'zal ovozingizni anglaylik. Bo'lsa mikrofonni ishlatmaylik, o'qisangiz daha yaxshi, chunki bu texnikalik tez yaxshi chiqmaydi ekan. Yana g'ijildab ketmisin. Bo'ladi, o'qisangiz bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın aziz qarindishim. İnşallah kelgusi zamanlarda o'tkazgan bizning Qur'on ziyofati qiroat bog'chisida inshaalloh texnik ko'p qarindoshlarniki ovozini anglashga muyassar bo'lamiz. Chunki biz faqat tabliq qilib qo'ymasdan buni amaliyotga tatbiqlash uchun bu programmalarni hozirlatamiz aziz qarindoshlar bilan maslahatlashib, qanday qilsak xalqimizga amaliy naq maydonda qo'limizdan kelgan imkoniyatni yarata olamiz deb bu shekilli programmalarni tuzallab buni o'rinlashtirib qilyapmiz. Shuning uchun bunun kuch qatadigan, bununla fikir beradigan, teklif beradigan qarindoshlarni har zaman qarshi olamiz va qatnashadigan qarindoshlar o'z har zaman qarshi olamiz. Chunki biz musulmonmiz, chunki biz uyg'urmiz. Bizning da'vo qilayotgan da'voyimiz bizning Qur'onni bilishga chaqiradi, Qur'onga amal qilishga chaqiradi inshaalloh. Qur'onni hech to'nimagan, qalbida Qur'ondan hech nasibi bo'lmagan kishi albatta uning qalbi bir eski tomliqqa o'xshab qoladi. Qalbimizning eski tomliqqa o'xshab qolmaslik uchun har zaman Qur'on bilan do'st bo'lish, Qur'onni tilovat qilishni va o'qishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va mana shunday programmalarimizni ham bahslash orqali bizningki Qur'onga bo'lgan do'stligimizni ifodalaydigan amaliyatimizni Allohga va xalqimizga ko'rsatish orqali biz buni amaliyotda ijro qilamiz aziz do'stlar. Ya'ni Qur'onga bo'lgan do'stligimizni amaliyotda ko'rsatamiz. Programmaning oxiriga keldik. Men do'stim, qarindishim İbrahim Qarajimniki bizga deydigan bir qancha so'zi bo'lsa uni olsam va Muhammad Solih Qarajimning so'zi bo'lsa uni olsam
Ondan keyin bir qisqa duo qilib programmani oyoqlashtirsam deyman. İbrahim Qarajim agar bir qarindoshlar deydigan ko'ngil so'zlari bo'lib qolsa, oxirgi so'zlar bo'lib qolsa, uni sizningki ovozlarni anglasin qarindoshlar, ya'ni ko'ngil so'zlarini uni alay. İnşallah keler bütün programda. Bo'ladi. Allah razı olsun. İnşallah kelar qatimliq programmadimi yana Allah'ның sözünü tilavet qilish bilan ekranda ko'rinamiz inşallah agar Allah nasib qilsa. Bu Allah'ның nasib qilishi bilan bo'ladi. Allah'ның berishi bilan bo'ladi. Allah bermagan adam buni o'qiyaolmaydi. Allah bermagan adam buni tilovat qilolmaydi. Allah kimga bergan bo'lsa, kimni amal qilishni nasib qilgan bo'lsa, uningda bo'ladi inşallah. Allah hammalarga Qur'on tilovat qilishni, İbrahim Qarajimdek, Muhammad Salih Qarajimdek güzel tilovat qilishni, o'qishni nasib qilsin inşallah. Muhammad Salih Qarajim sizning so'zlarini alay. Ustoz buna ikki og'iz gapim bor bir qilayapsan. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, ustozlar. Valloh qarindoshlar namozlar bo'lsin. Mening sizga degan bir ikki og'iz yurak so'zim bor, o'simi Qari Qur'on qarindoshlarimiz jumladan hozir Qur'on aytayotgan bo'lsin, qiraat o'rganayotgan bo'lsin, qari o'qigan bo'lsin, qiraatda yetilgan yoki o'rganish qiziqligi bor qarindoshlarning tatnib qolmay, bundan keyin mush bizning mush qiraat bag'ish sahifamizga ovoz qo'shish bilan mush yo'lda bir taraqqiy qilish va taraqqiy qildirishda birda birlikda kuch chiqarib taraqqiy qilsak degan umidda şunu Allah rahmet kılsın kardeşim. Allah avazınızı takım güzel bütün dünyaya yanraydan qilib bersin. Elbette Kur'an aslında biz dünyaya anlata alsak avazımızı biz Araplardan mı güzel okuyduğun bir milletimiz Kur'an'ı bizdeki nurgun qarilerimiz, hafızlarımız Meyli Saudi Arabistan'da olsun, Mısır'da olsun, başka Arap devletlerde özünün avazı bilen birincilikni algan nurgun hafızlarımız var. Dünyaya tesir gösterken meşhur bo'lgan hafızlarımız var. Biz bu arqali olsun İslam dünyasının ko'ngilliqtimiz Sharq Turkistonda bir devletning memleketning borligi, uningda Uyg'urdan iborat bir xalqning yashaydiganligi va bu Uyg'urlarningki eng dastlabda turk qavmining ichida islomni qabul qilganligi va Qur'onni eng güzel şekilde o'qiydiganligidan iborat bu isbotimiz bilan biz dunyo bilan, ya'ni dunyodagi musulmon ummat bilan birlashalaymiz inshaalloh. Va uningdan boshqa albatta qarindoshlarning xabari bor. Turkiya sharoitida hozir bütün qarindoshlar yani asosan degida qiyinchilikda o'qiyotganlar bor, qiyinchilikda o'tayotganlar bor, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli qaysi shakllarda bo'lsin, buni gangirab qilayotgan qarindoshlar bor. Oldimizda Ramazon oyi yetib kelyapti inshaalloh. Biz bu yerda Yevropada bir qancha hofizlarimiz, bir qancha masjidlarda imom bo'layotimiz, Qur'on tilovat qilayotimiz, bu yerdagi turklarga, arablarga ta'sirimizni ko'rsatyapmiz, ularning qo'llashiga erishyapmiz. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli ijtimoiy siyosiy jihatdan bo'lsin, ularning qo'llashiga erishyapmiz. Shuning uchun Turkiyada qarindoshlarimiz shu taklifni sunaman oxirida, ya'ni Turkiyadagi turk masjidlariga yurishimizni umid qilaman, turk masjidlarini qo'llarimizga ilishimizni umid qilaman, u yerda Qur'onlarimizni jaranglatishni umid qilaman. Tarovih namozlarimizda turk masjidlarimiz bilan aloqalashib, ularning imomlari bilan aloqalashib, tarovih namozlarini qo'limizga ilib, turk masjidlarda o'zimizning güzel ovozini yangritish orqali bu musulmon turk xalqininki texmi qo'llashini, yaxshi ko'rishini va Qur'onimizni ularning quliqiga eng güzel şekilde anlatish orqali ular bilan hamkorlik, birlikda xizmat qilishini umid qilaman. Bular muhofizlarimizga, qarilarimizga shuni umid qilaman, chunki Turkiya sharoitida bizning beshimizdan o'tgan har qanday bir masjidda güzel bir tilovat qilsak inshaalloh ularniki qo'llashiga erishalaymiz. Oxirida shu qarindoshlarga shuni deb qo'ygan bo'lay. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Nəhayət qisqa bir duo qilib, undan keyin programmani oyoqlashtirma. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا رب العالمين. Ey Allah, bugün o'zlariga qo'l ko'tardik va bundan keyin davomli duo qo'l ko'taramiz. Fikrallarda, masjidlarda, uylarda, gündüzlerde, haq gecelarda o'zlariga yalvaramiz.
dualarımızın icabet buluşunu dileymiz. Şarkı Türkistan'da zulüm tatıvatkan, duaga kol kötüreştin mahrum kılıvatkan, Subhanallah deyiştin mahrum kılıvatkan, namaz okuştin mahrum kılıvatkan, hicabın kiyiştin mahrum kılıvatkan aşu halkımızın tez fırsatda o zulümden kutuldurup yetişlerini ümit kılımız, özlerge yelinimiz, özlerge yalvarımız, sıldan başka bizge yardım kıyguçu yok, sıldan başka mağfiret kıyguçu yok, sıldan başka nusret atak kıyguçu yok, sıldan başka kutkazgıçımız yok. Ey Allah, bugünkü günlerde bu inqilabqa birlikte atılınıp, bugünkü günlerde Xitayga karşı, zalimga karşı, komünistga karşı bu mücadelede birlikte kol tutuşup oturga çıkan hemşehrilerimizin, analarımızın, ağaçlarımızın, sınırlarımızın, perzentlerimizin günahını mağfiret kılış dişlerini ümit kılımız. Ey Allah, bizim kademlerimizni müstehkem kılıp bu yoldan tanmay, bu yoldan kokmay, bu yoldan kendimizge qaytmay, bu yolda şehit bulaşqa, bu yolda meňişqa her zaman özlerinden dileyimiz. Bugünkü namayış katnaşkan bütün qarindaşlarımızın günahını mağfiret kılıp dualarına icabet kılsla ve bu köreşke rehberlik kılıp atkan rehberlerinin günahını mağfiret kılsla, ulanı ıslah kılsla, birleştirip besle. Bunun için bütün Uygurlarını bu sepke katilişqa, bir Uygur, bir cancı, bir bayrak bulup bu yolda tevrenmeyi meňişqa özlerini nasip kılsın Allah. Ata-analarımız bilen pat fırsatı görüşke nasip kılsın Allah. Ulanın çırayını görüşke, avazlarını anlaşka nasip kılsın Allah. Her zaman ulağı dua qıp turduğan perzentlerinin qatardan kılsın Allah. Her zaman ibadetimiz bilen, haqiqi ameliyetimiz bilen özlerinin rızalıklarına erişilen müminlerinin qatardan kılsın Allah. Bugün bu işkiranğa hazır bolğan ve avazını anlatkan bu 4-5 nefer qerindişimiz, İbrahim qerindişimiz, Muhammed Salih qerindişimiz ve bu işkiranı tayarlap bergen Burhaneddin İslam qerindişimiz ve bu işkiranğa avaz qetip xijil bolmasdan, qoqmasdan özünün Qur'anı bilen bu dersimizge qatnaşkan şu ismi tilg'anmagan qarindaşlarımızın günahını mağfiret kılıbesler. İnşallah bizden bu programmalarımızı güllendirip besler. Chet el hayatımızda Kur'an mı ba, kuvvet mi ba, kalem mi ba, akademi mi ba, kitap mı ba, Kural mı ba, hemme näsi ba bolğan ikran, hemme näsi ba bolğan meydan, hemme näsi ba bolğan yığın, hemme näsi ba bolğan namayış, hemme näsi ba bolğan imkaniyetlerini bizge yaratып bersin Allah. Birsimiz güzel avazımız bilen bulbul bolup sayraylı, birsimiz kuchliq qalamimiz bilen Xitoy düşmenge özümüzün Qur'anını ataylı, birsimiz kitabımızını yazaylı, birsimiz ticaretimiz bilen iqtisatlarımızını ataylı, birsimiz ilmimiz bilen, ustazlığımız bilen perzentlerimizin terbiyeleyli, medreselerimizni açaylı, birsimiz özümüzün pak vicdanı, imanı bilen bu yolda tevrenmey, ittifaqlıqta, hemkarlıqta, birlikte mamaylı. İnşallah chet eldeki hayatımız bu güzellikler içinde, bu mücadele içinde, bu mücadelenin bizge nasip kılıpla bu yolda birlikte beraberlik içinde meňişqa, davam kılışqa özleri nasip etsin Allah. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar ve adkhilnal cennete ma'al ebrar ya aziz ya gaffar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ahirde hem şiirlerge ağaçlarımızga, sanallarımızga, anılarımızga yani bir qetim rahmetimizni bildirimiz Uygur Qarindaşlyk Cemiyeti, Qarindaşlyk Studiyası terpeden. Hemmeňlarny 4-nji qetimlik söhbet, ders, Kur'an ziyafetinde, qiraat bagçysida görüşni arzu qılymyz. İnşallah görüşkiçe aman bolanlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.